mosh 40 yillik dardingni qo'zg'aydi deyilgan. Xo'p, bu to'g'ri. Lekin to'g'ri iste'mol qilinsa, mosh allergiyani qo'zg'amaydi deyarli. Endi 100% deb ayta olmaymiz bu masalada ham. Masalan, men bir voqeani hozir gapiraman. Bir yaqin tanishim bodom chaqsa, tanasida allergiya qo'zg'ab ketadi. Pista chaqishi mumkin, semicha chaqishi mumkin, boshqa chaqchular chaqishi mumkin, faqat bodom chaqqanda tanasida bodirab. Demak, bu insonni tanasida bodomni tarkibidagi nimadir narsa yoqmaydi, shu tana ko'tara olmaydi. Individual neperinassimus degan narsa bor. Shuning uchun ham u bodom chaqmaydi. Bo'ldi, u biladi uni nima ekanligini. Individual neperinassimus deganda shu qaysidir bir narsani allergiya berishi mumkin bo'lgan narsani inson o'zi aniqlab oladida, bu degani hamma narsa mumkin emas degani emas-da.